Agarda Shayxontohur eng yaxshi lokatsiyalardan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi akalar? 208 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor uchastka srochniy sotiladi. Batafsil video davomida birgalikda ko'rib chiqamiz. Lokatsiya juda ham zo'r. Shayxontohur tumani, Labzeda joylashgan bo'pti. Orientir Shayxontohur prokuratura bo'ladi. Nurafshon ko'chasi yo'l yuzidan 50 metr kiryapmiz. Ko'chasini ko'ryapsizlarmi? Tupik mahallada joylashgan bo'pti. Katta yo'ldan 50 metr orasida kirib kelyapmiz. Umumiy hisobda 208 sotix yer maydoniga joylashgan, old tarafining fasadi 16+ chiqyapti akalar. Ikkita oila bemalol maza qilib yashasa bo'ladigan uchastka alohida. Umumiy hisobda 4 xona plus 2 ta kuxnya joylashgan bo'pti. Alohida sanuzlar, shinamgina hovli, remontlari o'rtacha kelib bemalol yashasa bo'ladigan remontda. Videoga hoziroq bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunaqa arzon variantlarni o'tkazib olmaslik uchun. Shayxontohur Labze sentrda joylashgan 208 sotixli xonadonimizni kelib bemalol yashasanglar bo'ladi akalar. Narxini 280 ming dollarga qo'yamiz. Albatta naqd pul bilan kelsanglar kelishiladigan joylari bor. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.